Saturn emas, Og'abek kim ekan? Og'abek Abdumo'minov. Og'abek bir chekka qishloqda tug'ilgan. Qashqadaryo viloyati, O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyatida tug'ilib, Surxondaryo viloyatida tug'ilib, o'sib, mol qo'y boqib yurib, 2016-yillar uydan chiqib ketib, pashti 8 yil, 9 yil ko'chada ochlik, to'qlik, ko'chada qolib ketishlar, militsiyalarga tushishlar, borib o'tirib chiqishlar, do'st yoridan, oilasidan, hammasidan ayrilgan bir yigit o'tmishi. Ani endilikda Oktagon Qozog'iston ligasi, O'zbekiston ligasi tortib, bir paddishga berib, ana qilib, endi oyoqqa turadigan Og'abek Abdumo'minov. U meni oila yo'q. Oila hozircha tiklash maqsadida harakat qilyapman. Men urushim, men birovni urib maza qilmayman. Bu musulmonchilik endi bu urib turib maza qilmaysiz. Lekin maqsadlar uchun harakat qilish kerak. O'tmishni tiklash uchun ota, ona, ularni yaxshi yashash uchun, yaxshi joyda ovqatlanish uchun, yaxshi joyda kiyish uchun, yaxshi mashinalar minish uchun men harakatdaman. Shunaqa. Men oddiy, yandikiz kunlik ishda ishlaydigan, mardikor bozorda ishlaydigan yigitman. Menda bir mansab, ortiqcha pul yo'q. Ertalab turaman, bismillah deb, omadim kelsa bir pochka pul toparman. Omadim kelmasa bir kosa ovqat topsam shukr qilib yashaydigan yigitman, alhamdulillah deb. Endi bundan keyingi etapda davom etamiz. Harakat qilaman, mehnat qilaman, gapiraman. Odamlar esida qolish uchun gapirishga ko'proq harakat qilaman. Endi iloji yo'q, bu maqsad. Maqsadni oldiga qo'ydikmi, erkak kishi nomini qoldirib ketish kerak. Shuning uchun harakatdagi bir O'zbekistondagi oddiy xalqdan chiqqan yigitman, Og'abek Abdumo'minov. Marselyan